Qasoskorlar qiyomat kuni filmini birinchi treyleridagi ayrim detallar Marvel muxlislarini xafa qildi. Chunki filmda biza yoqtirgan juda ko'p qahramonlar halok bo'lishadi. Hammaga salom, men Nur Muhammad va bugun sizlar bilan Qasoskorlar qiyomat kuni filmini treylerini to'liq tahlil qilamiz. Marvel studiyasi oxirgi 5-6 yil ichida aqlga sig'mas darajada pasayishni boshidan o'tkazdi. Bunga odamlarni yengil dopamin, ya'ni shorts, reels va shunga o'xshash 1-2 minutli videolarni to'liq metrajli filmlardan ustun qo'yishni boshlaganini sabab qilish mumkin. Lekin menimcha asosiy aybdor bu studiyani o'zi. Ular Qasoskorlar intiqom filmida o'zligini pikiga, ya'ni eng yuqori cho'qqisiga chiqishdi. Muammolar ham aynan shu filmdan keyin boshlandi. Endi muxlislarni oddiy super qahramon filmlari bilan hayron qoldirib bo'lmasdi. Ular yana shunaqa katta masshtabdagi filmlarni ko'rishni xohlashardi. To'g'ri, Marvel finaldan keyin ham shu masshtabga yaqin bo'lgan filmlarni ishlab chiqardi. Bularga yaqqol misol qilib O'rgimchi odam uyga yo'l filmini keltirish mumkin. Lekin Doctor Strange aqlsiz multikoinot, Thor sevgi va momaqaldiroq, Chumoli odam Quantumania, Marvellar, Kapitan Amerika jasur yangi dunyo va shunga o'xshash filmlar studiyani obro'siga juda katta zarar yetkazdi. Disney Plus'da ishlab chiqarilgan g'irt trash seriallarni hali bu ro'yxatga qo'shganim yo'q. Multiolam sagasi ham studiya tarixidagi eng omadsiz sagalardan biri bo'lishi deyarli aniq edi. Chunki dastlab MCU'ni ushbu sagasini asosiy yovuzi bosqinchi Kang bo'lishi rejalashtirilgan edi. Chumoli odamning 3-film omadsiz chiqqanidan keyin deyarli hamma Marvel muxlislari studiyani hate qilishni boshlashdi. Bitta kelib qolsa yomonidan keladi deganda Marvel multiolam sagasi uchun tanlagan eng asosiy antagonist ijro etish kerak bo'ladigan aktyor Jonathan Majors zo'ravonlik sababidan qamoqqa olindi. Bo'ldi, endi Marvel hayotda bu zarbasidan keyin 100 talik o'ziga kela olmaydi deb turgan joyimizda Disney kelajakdagi rejalarini o'zgartirib tashadi va Marvel kino olamini botqonlikdan olib chiqish maqsadida kompaniya tarixidagi eng mashhur yovuz qahramonlardan bittasi Victor Von Doomni multiolam sagasi uchun asosiy yovuz qahramonga aylantirdi. Ular qo'shimchasiga Doktor Doom roli uchun Marvel kino olamini yuragi hisoblanadigan kichik Robert Downeyni tanlashdi. Va tan olishimiz kerak, bu studiya tarixidagi eng aqlli yurishlardan bittasi bo'ldi. Chunki shaxsan meni fikrimcha, agar ushbu sagani asosiy antagonisti Doom emas, balki Kang bo'lganida, hozir Qasoskorlarning navbatdagi filmiga bo'lgan qiziqishlar bu darajada yuqori bo'lmagan bo'lardi. Bundan tashqari, Qasoskorlarning finaliga rejissyorlik qilgan aka-uka Russolar hamda o'sha filmning ssenaristlaridan biri Steven McFeely Qasoskorlar qiyomat kuni va maxfiy urushlar filmini suratga olishga mas'ul etib tayinlandi. Bu ham filmga bo'lgan qiziqishni ancha oshirib yubordi. Chunki ushbu ijodkorlar bunaqa katta masshtabli filmlarni qanaqa olishni juda yaxshi bilishadi. Treyler chiqqaniga qaramasdan muxlislarni qiynayotgan bitta savol haligacha ochiq qolmoqda. Doktor Doom nima sababdan Tony Starkga o'xshaydi? U yovuz yo'lni tanlagan Tony Starkning variantimi yoki xuddi Steve Rogers va Mashal odam kabi shunchaki bir xil yuzga ega bo'lgan mutlaqo boshqa odammi? To'g'risini aytsam, bunga hali aniq javob yo'q. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Javoblarni albatta kommentariyaga yozib qoldiringlar. Lekin treyler tasdiqlagan eng muhim narsa shuki, koinotlar bir-biriga to'qnashmoqda. Loki serialining 2-mavsumidan shuni bilamizki, endi MCUda cheksiz olamlar mavjud va ikkita olam bir-biri bilan to'qnashsa, ularning biri yoki ikkalasi ham butunlay yo'q bo'lib ketishi mumkin. O'z olamini saqlab qolish uchun boshqa bir olamni qurbon qilish kerak bo'ladi va katta ehtimol bilan biz bu filmda klassik X odamlar jamoasi MCU qahramonlariga qarshi jang qilishini ko'ramiz. Esingizda bo'lsa, ushbu katta treyler chiqishidan oldin Marvel bizaga 4 ta kichkina tizerchalarni taqdim qilgan edi. Biza Steve Rogersning o'g'li bilan baxtli hayot kechirayotganini, Thorni o'rmon ichida qizini xavfsizligi uchun Odindan yordam so'rayotganini, Magneto va Professor X o'lim haqida gaplashishayotganini hamda Shuri cho'lda fantastik to'rtlik bilan uchrashganini ko'rgandik. Shu videolarni bitta joyga jamlasak, bir-biridan nihoyatda farq qiladigan atmosfera hosil bo'ladi. Ya'ni bu videolardan ma'no topish biroz qiyindek ko'ringan edi. Lekin ushbu katta treyler yilni boshida chiqqan o'sha 4 ta qisqa tizerlardagi ko'plab sirli sahnalar aslida nimani anglatishini tushuntirdi. Video davomida biz o'sha 4 ta tizerlarga ham to'liq to'xtalamiz. Treyler boshida biz Fox studiyasi suratga olgan X odamlar filmidagi X-Mention'ni ko'ramiz. 1998-yilda suratga olingan Blade Marvel filmlarining texnik jihatdan birinchi filmi hisoblanadi. Lekin tan olinglar, biz uchun baribir 2000-yilda chiqarilgan X odamlar filmi bugungi Marvel kino davriga haqiqiy start bergan loyiha hisoblanadi.
hatto hozirda Marvel Studios prezidenti hisoblanadigan Kevin Feige ham o'sha filmda yordamchi prodyuser sifatida o'zini MCUdagi faoliyatini boshlagan. Shu sababdan menimcha u afsonaviy qahramonlar uchun munosib xayrlashuv qilishni xohlayapti. Trailerdagi X-Mention o'sha biza sevib tomosha qilgan filmlar bilan deyarli bir xil qilib yaratilgan. Hatto Xavierni iqtidorlilar maktabi deb yozilgan peshlavhasi ham aynan o'sha filmlarnikidek qilingan. Binoni tashqarisida sodir bo'layotgan yorug'lik katta ehtimol bilan incursion, o'zbekchada to'qnashuv, ya'ni olamlar bir-biriga urilishni boshlayotganidan darak beryapti. Bunaqa holatni biza Doctor Strange aqlsiz multikoinot filmida ham ko'rgandik. O'shanda yovuz Strange yashaydigan olamni qanaqadir qora modda yutib yorayotgan edi. Bu safar esa X odamlar olami boshqa bir reallik bilan to'qnashyapti. Bu 616-MCU olami yoki 828-Fantastik to'rtlik yashaydigan olam bo'lishi ham mumkin. Balki hali rasman e'lon qilinmagan boshqa koinot. Masalan, o'rgimchak odamni boshqa versiyalardan biri yashaydigan olam bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas. Internetdagi bitta nazariyaga ko'ra, X odamlar olami Marvelning asl, ya'ni boshlang'ich koinoti hisoblanadi. Qolgan hamma realliklar esa aynan shu olamdan tarqab chiqqan. Sababi X odamlar filmida qahramonlar voq chizig'i bilan juda ko'p marta o'ynashgan va bu yangi realliklarning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Shaxsan men ushbu filmda Tobini o'rgimchak odami yashaydigan olamni ham oxirgi marta ko'rishni xohlardim. Lekin Tobi yo'lda tursin, Tom Hollandning o'rgimchak odami ham ushbu filmda qatnashishi hali rasman tasdiqlanmagan. U hozir sevgan qiziga o'zini kimligini eslatish va son-sanoqsiz dushmanlarga qarshi kurashish bilan band. O'rgimchak odam yangi kun filmini to'liq kadrma-kadr tahlili ham tez orada chiqariladi. Faqat bu uchun sizlardan biza tayyorlayotgan videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yishingizni so'rab qolardim. 97% odamlar haligacha obuna bo'lmasdan kanalni kuzatishyapti. Likelar soni esa umuman prosmotrlar soniga to'g'ri kelmayapti. Ya'ni prosmotrlar yaxshi bo'lsa ham, likelar soni juda kam. Shu sababdan kanal rivoji uchun videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Treylerga qaytadigan bo'lsak, biz nihoyat birinchi marta Doktor Doomning ovozini eshitdik. Nimadir yaqinlashmoqda. Biz to'xtata olmaydigan, qaytara olmaydigan xavf. Bu sahnada kichik Robert Downey yevropacha aksentda gapiryapti. Demak, bu Tonyning varianti emas, balki umuman boshqa qahramon, ya'ni haqiqiy Viktor Von Doomligini bilishimiz mumkin. Doktor Doom Marvel komikslaridagi eng zo'r yovuz qahramonlardan bittasi hisoblanadi. U Sharqiy Yevropada joylashgan Latviya davlatida tug'ilib katta bo'lgan. Latviya bu xuddi Vakandaga o'xshab o'ylab topilgan davlat hisoblanadi. Xullas, avvallari ushbu davlatni zolim hukmdori o'zini xalqini doimiy ravishda qiynab kelgan. Doomning onasi esa o'g'li kelajakda buyuk inson bo'lishi uchun o'zini ruhini Mefistoga sotgan. Keyinchalik Viktor nafaqat buyuk olim, balki kuchli sehrgarga ham aylanadi. Lekin boshqa olamga portal ochishga bo'lgan urinish tajribasi muvaffaqiyatsizlikka uchraydi va uni yuzini qattiq jarohatlaydi. Shu voqealardan keyin u o'z mamlakatiga, ya'ni Latviyaga qaytadi va uni egallab, barchaga tanish bo'lgan mashhur Doktor Doomga aylanadi. Lekin Doomni boshqa yovuzlardan ajratib turadigan eng muhim jihati, u o'zini chin dildan insoniyatni qutqara oladigan yagona shaxs deb hisoblaydi. Komikslarda Doom butun multiolamni bitta yagona dunyoga birlashtirib yuboradi va o'sha dunyoni mukammal jamiyat deb ataydi. Lekin bu mukammal dunyodagi hamma odamlarning miyasi yo'lib, ular Doomga sig'inishga majburlangan. Ushbu film 2015-yilda chiqarilgan Maxfiy urushlar komiksi asosida suratga olinyapti. Bu komiksni to'liq o'zbek tilida Telegram kanalimizda topasiz. Shaxsan men shu paytgacha Doktor Doomni munosib ekranlashtirishlarini xohlaganman. To'g'risini aytaman, 2007-yilda chiqarilgan Fantastik to'rtlik qanchalik zo'r bo'lishiga qaramasdan, o'tdagi Doktor Doom menga uncha yoqmagan. 2015-yildagi esa shunchaki Kichik Robert Downey menimcha bu rolga juda mos keladi. Treylerda u nimadir yaqinlashyapti. Biz uni to'xtata olmasligimiz mumkin degan gapi bilan olamlar to'qnashuvi xavfini nazarda tutyapti. Keyin Doom qanaqadir vayron bo'lgan o'rmonda turganini ko'rdik. Afsuski, treyler davomida bizga uni asl yuzini ko'rsatishmadi. Komikslarda ham Doomning yuzi yillar davomida sir saqlangan. Faqat Ustaxlilning Telegram kanalida to'liq o'zbekchasi bor Maxfiy urushlar komiksida uni yuzi to'liq ko'rsatilgan. Ba'zi muxlislar Viktorning yuzidagi yarasi uncha katta bo'lmagan, lekin u mukammal inson bo'lishni xohlagani uchun yuzini odamlardan bekitib kelgan degan nazariyaga ishonishadi. Maxfiy urushlar komiksi voqealarida Doom ilohiy kuchga ega bo'lganidan keyin birinchi navbatda qilgan ishi o'zini yuzini qayta tiklash bo'lgan. Hozirgacha chiqqan ma'lumotlardan
Doom aynan qaysi koinotdanligini hali aniqlamaymiz. Lekin Fantastik to'rtlik ilk qadamlar filmini titrlardan keyin uni birinchi marta ko'rganimizni hisobga olsak, u katta ehtimol bilan mana shu 828-olamdanligini bilib olamiz. Bundan tashqari, o'sha filmda Latviya delegatsiyasini ham ko'rsatishgan edi. Ammo Doomni o'zi u yig'ilishda qatnashmagandi. Bu esa uni 828-olamdan ekanligi haqidagi nazariyani yanada kuchaytirib yubordi. Keyin treyler bizga Thorni ko'rsatdi. U o'sha Doom turgan o'rmonda unga hujum qilyapti. Katta ehtimol bilan bu jang ikkinchi treylerda ko'rsatilgan Thor Odindan yordam so'ragan sahnadan keyin sodir bo'lyapti. Thorni bunchalik jahlini chiqarish uchun uni oila a'zolaridan bittasiga zarar yetkazish kerak. Va internetdagi nazariyalarning bittasida Doktor Doom Thorni asrab olgan qizi Love'ni o'g'irlab ketgan bo'ladi. Chunki u qizning kuchi Eternity, ya'ni abadiyat bilan bog'liq. Abadiyat esa Marvel kino olamida butun koinotni timsoli hisoblanadigan qudratli mavjudot hisoblanadi. Thorni o'ziga keladigan bo'lsa, u Sevgi va momaqaldiroq filmida ko'plab muxlislarni va shaxsan meni ham hafsalamni pir qilgan edi. Sababi u filmda haddan tashqari hazilga berilib ketgan edi. Hatto bitta sahnada o'zini bolg'asiga pivo ichirgan. Urushib qolishimizni istamayman. Lekin bu filmda Thor yana hammamiz yoqtiradigan jiddiy va qorong'u ruhdagi qahramon sifatida qaytadi. Eng qizig'i, bu safar biza Thorni qo'rqayotganini ko'ramiz. Eng kuchli qasoskor va minglab janglarni boshdan o'tkazgan bu Asgard o'g'loni shu paytgacha hech kimdan qo'rqmaganini hisobga olsak, hozir vaziyat ancha jiddiyligini tushunamiz. Doomga Thorni qizi nima kerakligini tushundik, lekin Reed va Sue'ning o'g'li hamda katta ehtimol bilan Steve va Peggy'ni go'dagicha nimaga Viktor ularga ham qiziqib qolgan? Yoki Doomni ham o'zida kichkina orolchasi bormikan? Bu savolga film chiqqanidan keyin yoki ikkinchi treyler taqdim etilgandan keyin javob topamiz. Agar sizda ushbu mavzu haqida qiziqarli teoriyalar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozinglar. Hammamiz birgalikda sizni fikringizni muhokama qilamiz. Navbatdagi sahnada biza to'liq bitkazilgan qasoskorlarning yangi binosini ko'rdik. Ushbu film voqealari Momaqaldiroqlar filmi voqealaridan keyin taxminan 6 oy o'tib sodir bo'ladi. Esingizda bo'lsa, aynan o'sha filmda bizaga yangi qasoskorlarni tanishtirishgan edi. Lekin treylerda meni hayron qoldirgan narsa Thorni Fantastik to'rtlik bilan birgalikda kosmik kemadan chiqayotganini ko'rish bo'ldi. Kemani dizayniga qaraganda, u aynan 828-olamdagi Fantastik to'rtlikka tegishli. Bu kemani yana Momaqaldiroqlar filmini titrlaridan keyin ham ko'rgandik. Hozirgi hamma ma'lumotlarni bitta joyga jamlasak, o'sha titrlardan keyin ko'rsatilgan yer tomon uchib kelayotgan kosmik kemada Fantastik to'rtlik bilan Thor ham birga kelayotgan bo'lishi mumkin. Balki biza treylerda ko'rgan Thor va Doktor Doomni jangi ham aynan o'sha olamda sodir bo'lgandir. Chunki yuqorida aytganimdek, Fantastik to'rtlik olamida biza allaqachon Latviya shahri mavjudligini ko'rganmiz. Doom aynan 828-olamda yashaydi va Reed Richards bilan uzoq yillik dushmanlik tarixiga ega. Doom Thorni qizini MKO olamidan 828-olamga o'g'irlab ketayotganida, Thor ham qanaqadir yo'l bilan ularning orqasidan boradi va jangda mag'lub bo'lganidan keyin Fantastik to'rtlik bilan Marvel kino olamiga qasoskorlarni ogohlantirish uchun keladi. Yuqorida aytib o'tganimdek, biz ushbu filmda nimalar sodir bo'lishi haqida juda ham ko'p ma'lumotlarga ega emasmiz. Hozir sizlarni xursand qilish uchun bo'lar-bo'lmas teoriyalarni aytish niyatimiz ham yo'q. Faqat ishonchli insayderlar chiqargan ma'lumotlardan foydalangan holda shuni aytishim mumkinki, ushbu film boshida turli koinotdan kelgan qahramonlar bir-birlari bilan jang qilishadi. Chunki bu Marvelning uslublaridan biri. Personajlar ilk bor uchrashganida odatda avval to'qnash kelishadi. Bu orqali tomoshabin ularning kuchlarini bir-biriga solishtirish imkoniga ega bo'ladi. Bunga yaqqol misol qilib, Qasoskorlarning 3-filmida Galaktika qo'riqchilari va qasoskorlarning uchrashuvini keltirsa bo'ladi. Treylerning o'zida ham biz MKO qahramonlari X odamlar jamoasiga qarshi jang qilayotganini ko'ramiz. Bundan tashqari, Nightcrawler rolini ijro etgan aktyor Alan Cunningham Pedro Pascal gavdalantiradigan Mr. Fantastic bilan jang qilishini aytib o'tdi. Demak, film boshida olamlar bir-birlari bilan jang qilishadi va balki Thor shu sababdan biza birlashmasak hamma qilgan ishlarim bir teng bo'ladi deb aytgan bo'lishi mumkin. Qasoskorlarning yangi binosi haqida gapiradigan bo'lsam, yangi dizayn menga uncha yoqmadi. Esingizda bo'lsa, O'rgimchak odam uyga qaytish filmida ushbu binoni Tony Stark sirli kompaniyaga sotib yuborgan edi. Ko'p yillar davomida muxlislar o'sha binoni sotib olgan Mr. X kim bo'lgani haqida turli nazariyalarni ilgari surib kelishdi. Momaqaldiroq filmida esa studiya bu savolga javob berdi. Ma'lum bo'lishicha, CIA direktori Valentina Allegri de Fontaine ushbu binoni sotib olgan ekan. Boshida u aslida o'zini shaxsiy super qahramonlar jamoasini tuzmoqchi bo'lgan. Lekin voqealar kutilmagan tomonga burilib, Momaqaldiroqlar guruhi tasodifan yangi qasoskorlar jamoasiga aylandi. Film oxirida biz bildikki, aksiga olib yangi Kapitan Amerika Sam Wilson ham o'zini qasoskorlarini yig'ib qo'ygan.
Shu sababdan hozirda Marvel kino olamida ikkita qasoskorlar guruhi bor. Lekin qaysi biri haqiqiy? Sam shoshma-shosharlik bilan qasoskorlar nomini ham patentlab qo'ygan. Shu sababdan momaqoldiroqlar o'zlarini qasoskorlar deb atasholmaydi. Chunki mualliflik huquqi aynan Samga tegishli. Yelenaning otasi Alexey esa qasoskorlar, ya'ni Avengers so'zini oxiridagi S-ni Z ga o'zgartirib, mualliflik huquqini buzmaslikni yo'lini topgan. Ko'rganmisizlar, o'z-o'zini bozorlarda ham Adidas emas, Abibas krossovkalarni sotishadi-yu. Bu ham shunga o'xshash narsa-da. Ushbu kadrning orqa fonida 3 ta olam bir-biriga chizuvlar orqali bog'langani ko'rsatilgan va bu katta ehtimol bilan tez orada to'qnashadigan 3 ta olam 828, 616 va X odamlar olami bo'lishi mumkin. Kadrda yana juda ko'p qahramonlar bitta joyga yig'ilganini ko'ramiz. O'tda Jon Walker, Qizil qo'riqchi, Arvoh, Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm, Ben Grimm, Scott Lang, Sam Wilson, Thor va mana bu yerda o'zining oq paypoqlari bilan Bob bor. Keyingi sahnada esa Neymarni ham ko'rsatishdi. U o'z taxtida o'tirgan holda Shuri bilan suhbatlashayotganini ko'ramiz. Esingizda bo'lsa, Qora Pantera Wakanda abadiy filmi oxirida Wakanda va Talokan o'rtasida tinchlik o'rnatilgan edi. Lekin film oxirida Neymar bu ittifoqdan kelajakda tashqi dunyoga qarshi kurash uchun foydalanishini aytib o'tgan edi. Katta ehtimol bilan bu sahnada Shuri Neymardan yordam so'rab kelgan. Lekin Neymarning ko'rinishiga qaraganda, u Shurining gaplariga umuman qiziqmayapti. Neymar o'tirgan joy ham menimcha suv ostida joylashmagan. Bunga video davomida yana to'xtalamiz. Mbaku boshchiligidagi Wakanda askarlari ham talokanliklar bilan jang qilishga tayyorgarlik ko'rishyapti va Thor vayronaga aylangan joyga kelib qo'nadi. O'tda qaysidir odamning haykali joylashgan. Bu katta ehtimol bilan Doktor Doomning haykali bo'lishi mumkin. Thor qo'ngan joy robot bo'laklari bilan to'lib yotibdi. Nazariga ko'ra bu robot qoldiqlari Doom botlar bo'lishi mumkin. Ya'ni Doktor Doom yaratgan robotlar armiyasi. Viktor bu, ya'ni robotlar armiyasi yaratish g'oyasi sizlarga nimadir eslatmadimi? To'g'ri, qasoskorlarning Ultron davri filmida ushbu g'oya aynan Starkni yer himoyasi uchun o'ylab topgan asosiy g'oyalardan bittasi bo'lgan. Lekin tajriba natijasida u Ultronni yaratib qo'ygan edi. Treylerni bu sahnasiga qaytsa, yuqorida aytganimdek Thor o'zining qizini qutqarish uchun Doomning olamiga kelgan bo'lishi mumkin va Thorga bag'ishlangan tizerda ham u aynan Latveriyada joylashgan o'rmonda otasidan yordam so'raganligi bo'lishi ehtimoli katta. Treylerdagi robot qoldiqlarini hisobga olsak, Thor treyler oxiridagi haqiqiy Doom bilan jang qilishdan oldin uni robotlari bilan kurashadi. Keyin biz Thor Stormbreaker chaqmoq energiyasi bilan zaryadlanayotganligini ko'ramiz. Orqa fonda esa Doktor Doom uni kutib turibdi. X-Mansionga esa hujum uyushtirilgani ko'rsatildi va o'tda biz 90-yillar komikslaridagi ko'rinishga ega Siklopni ko'ramiz. Meni nazarimda oldingi filmlarda uni obraziga yetarlicha e'tibor berilmagan va uni imkoniyatlaridan to'liq foydalanilmagan. Lekin ushbu filmda uni bunaqa lazerli portlash qilayotganini ko'rish men uchun juda hayajonli. Uni kostyumi esa umuman boshqa mavzu. Ijodkorlar bunga alohida e'tibor berishgani shundoq ko'rinib turibdi. Yuqorida aytib o'tganimdek, keyingi sahnada MCU olami bilan boshqa olamlar kurashayotganini ko'ramiz. Shang-Chi Channing Tatum ijro etayotgan Gambitga qarshi jang qilyapti. Shang-Chining birinchi shaxsiy filmi omadli chiqqanidan keyin, shaxsan men ikkinchi film bunchalik kuttirmasa kerak deb o'ylagan edim. Chunki u kelajakda bemalol qasoskorlarning yetakchilaridan biriga, hatto Marvelning asosiy qahramonlaridan biriga aylana olardi. Lekin guvohi bo'lganinglardek, Shang-Chining ikkinchi filmidan oldin biz uni qasoskorlar qiyomat kunida ko'ryapmiz. Gambit qahramoniga keladigan bo'lsa, unda ahvol Shang-Chinikidan ham yomonroq. Chunki Channing Tatum 2014-yildan beri ushbu qahramonning shaxsiy filmi suratga olinishini juda qattiq xohlagan. Loyiha davomida bir necha marta rejissyorlar almashgan, suratga olish sanasi kechiktirilgan va oxir-oqibat Disney Fox'ni sotib olgandan keyin loyihani shunchaki bekor qo'ygan. Ushbu filmda Gambit rolini ijro etayotgan Channing Tatum esa haligacha o'zining shaxsiy filmi bo'lishini orzu qiladi. Deadpool va Rosamaxa filmida ham Deadpool Gambitning ustidan aynan shu sabab bilan hazil qilgan. Men ismim Gambit. Rostdanmi? Bu seni ortiqcha nam orzularing bolasi emasligiga ishonching komilmi? Channing Tatum bu personajga shunchalik bog'lanib qolganining asosiy sababi aktyorning oilasi, ya'ni otasi ham xuddi Gambit singari New Orleansdan hisoblanadi. Shu sababdan u o'zini bu obraz bilan juda yaqin his qiladi. Deadpoolning 3-filmidan farqli ravishda men uchun Gambit bu safar jiddiy va xavfliroq ko'rinyapti. U katta ehtimol bilan X-Mansionning ichida jang qilyapti. Bu esa bir necha muhim savollarni tug'diradi. Shang-Chi va boshqa 616-olam qahramonlari o'z olamini saqlab qolish uchun X odamlar koinotiga hujum qilishyaptimi? Chunki biz bilamizki, to'qnashuv paytida ko'pincha qahramonlar o'zining olamini saqlab qolish uchun boshqasini yo'q qilishi kerak bo'ladi. Va balki aynan shu sababdan Shang-Chi va Gambit o'rtasidagi jangni guvohi bo'layotgandirmiz. Yoki bu xuddi qasoskorlar abadiyat jangidagi qasoskorlar va galaksika qo'riqchilari jangidagi bir-birlarini tanimagani uchun urushayotgandir. Va keyin Doktor Doomga qarshi kurashish uchun X odamlar va
qasoskorlar birlashishi mumkin. Lekin shunisi aniqki, film davomida qahramonlar imkonsiz tanlovlar oldida qolishadi. Ya'ni bir guruh odamlarni qutqarish uchun boshqa bir guruhni qurbon qilish kerak bo'ladigan vaziyatlar qahramonlarni juda og'ir qarorlarni qabul qilishga majbur qiladi. Hop, videoni aynan shu joyga kelib biza filmning asosiy g'oyasini topdik. Qasoskorlarning ushbu filmning asosiy g'oyasi kimni qutqarish va nimani qurbon qilish kerakligi haqidagi og'ir tanlovlar haqida bo'ladi. Treylerning eng muhim sahnalaridan bittasi bu Loki'ni TVA ID kartasi bilan ko'ringani. Kartaning orqa tomonida multi olam daraxti tasvirlangan. Esingizda bo'lsa, Loki serialida Tesseractni o'g'irlagan Loki vaqtni nazorat qiluvchi tashkilot TVA tomonidan qo'lga olinib, vaqt oqimidan tashqarida joylashgan maskanga olib ketilgandi. Ikkinchi mavsum davomida esa Loki juda og'ir sinovlarni boshdan kechirib, eng yomoni o'zini shaxsiy erkinligini qurbon qilib, multi olam daraxtining qo'riqchisiga aylangan edi. Shu orqali MCUda endi faqat bitta asosiy 616-olam emas, balki cheksiz sondagi olamlar paydo bo'lib, o'zini erkin irodasi bilan yashash imkoniyatiga ega bo'lgan edi. Lekin hammamiz bilamizki, cheksiz koinot degani cheksiz ko'p falokat yuz berish ehtimoli bor degani. Lokining shaxsiy seriali oxirida biz uni aynan shu daraxtning markazida o'tirgan holda qolib ketganini ko'rgandik. Lekin bu treylerda u qanaqadir uy ichida yuribdi. Uy ichidagi pardalarga yaxshilab e'tibor bersak, bu Steve va Peggy'ning uyini eslatyapti. Kapitanga atalgan teaserda esa bizaga katta ehtimol bilan aynan shu uyda Steve o'g'li Jamesni ko'tarib turganini ham ko'rsatishgandi. Shu sababdan internetda yana bir ajoyib nazariya paydo bo'ldi. Ehtimol Loki Steveni Doktor Doom olib kelayotgan xavf haqida ogohlantirish va undan yordam so'rash uchun uni uyiga kelgandir. Treylerning navbatdagi sahnasida biza Vakandalilar va Fantastik to'rtlik uchrashganini ko'ramiz. Katta ehtimol bilan ularni uchrashishi uchun Namor okeanning suvini ikkiga ajratib turibdi. Ushbu filmda biza yana bitta qiziq narsani ko'rishimiz mumkin va bu Sue Storm va Namor o'rtasidagi munosabat. Komikslarda Namor Sue'ga o'ta kuchli his-tuyg'ular bilan qaragan. U doim Sue uchun bad boy oshiq sifatida tasvirlangan. Sue Storm ham o'z navbatida Namorga nisbatan hissiyotligi berilgan, lekin baribir uni chinakam sevmagan va o'zining aqlli eri Reed Richardsni tanlagan. Vakandalilar va Fantastik to'rtlikdan tashqari bu kadrda biza yana ikkita guruhni ko'ramiz. Birinchisi bu Avengers, ya'ni qasoskorlar, ikkinchisi esa Avengers Z harfi bilan. Bu ham qasoskorlar. Demak, ushbu filmda katta ehtimol bilan qasoskorlar yaxlit bitta guruhga aylanadi. Yana X-Mentionga qaytamiz. Bu yerda endi jang qizg'in tusayapti. Reed Richards cho'ziluvchan qo'llari bilan Sam Wilsonni ushlab turgan vaqtda Yelena Belova uni tagidan o'tib ketadi va Mystic bilan birga jang qilishni boshlaydi. Mystic qahramonini yana o'sha mashhur Rebecca Romaine ijro etyapti. Oldingi filmlarda u deyarli kiyimsiz ko'rinishda bo'lib, maxsus rezina bo'laklari yopishtirilgan holda ko'rsatilgan bo'lsa, hozir xuddi komikslarda to'liq kostyumda tasvirlangan. Va biza yana o'sha ikkita chol, Magneto va Xavierni ko'ramiz. Ular ko'rinishidan taqdirga tan berib, o'z koinotini halokatini qabul qilishganga o'xshayapti. Keyin Scott Lang ham qizi Casey bilan xayrlashayotgandek ko'rinadi. Ushbu filmda Casey xuddi komikslarga o'xshab saru soch bilan tasvirlangan. 828-olamdan ham xayrlashuv sahnasini ko'rdik. Bu yerda Johnny opasi Sue'ni quchoqlayapti. Ularning orqasidagi manzara treyler boshida ko'rsatilgan Charles Xavier kuzatayotgan Incursion, ya'ni koinotlar to'qnashuvi bo'lishi mumkin. Sezgan bo'lsanglar, biz o'sha to'qnashayotgan 3 ta olamdan ham xayrlashuv sahnalarini ko'rdik. MCU olamidan Scott va Casey, Fantastik to'rtlik olamidan Johnny va Sue, X odamlar olamidan esa Charles va Eric. Bu hozircha nimani anglatishi hali aniq emas, lekin meni shaxsiy fikrimga ko'ra, filmda qahramonlar baribir qaysidir olamni qurbon qilishadi va katta ehtimol bilan bu X odamlar olami bo'ladi. Keyingi sahnada Shuri va Sue'ni iliq xayrlashganini hisobga olsak, ular orasida ittifoq tuzilganini bilib olamiz. Yuqorida aytib o'tilgan Sue va Namorning munosabatlari ham aynan shu sahnada bo'lib o'tishi mumkin. Va keyin treyler bizaga X odamlar ishtirokidagi jang sahnalarini yaqinroqdan ko'rsatdi. Bu yerda Sam Wilson Gambitni yuqoridan sakrab tushayotganini kuzatib turibdi. Gambit esa o'zini mutant qobiliyatidan foydalanib, butun xona bo'ylab ulkan energiya to'lqinlarini tarqatadi. Orqa fonda Mystic va Reed Richardsni ham ko'rishimiz mumkin. Va keyin Cyclops vayron bo'lgan X-Mansion xarobalari orasida Sentinel robotlariga optik nurlari bilan hujum qilyapti. Menda ikkita taxmin bor. Birinchisi, u haqiqatan ham Doom yaratgan Sentinel robotlari bilan jang qilyapti. Ikkinchisi, studiya tomoshabinlarni chalg'itish uchun ushbu sahnani treylerga qo'shgan va Cyclops Danger Room, ya'ni xavf xonasida mashg'ulot qilayotgan bo'ladi. Chunki esingizda bo'lsa, biz Sentinel robotlarini birinchi marta aynan shu mashg'ulotlar paytida ko'rganmiz. Treylerni pikiga o'tadigan bo'lsa, Doktor Doom Thor bilan yuzma-yuz kelyapti. Menimcha bu xuddi qasoskorlar cheksizlik jangi filmi boshidagi Thanosni Thor va Hulkni bittada mag'lub qilgan sahnasiga o'xshaydi. Filmlarda bunaqa sahnalarni ko'pincha asosiy ovozini qanchalik kuchliligini ko'rsatish uchun qo'shishadi. Va nihoyat treylerni
filmini oxirgi sahnasida Chris Evans ijrosidagi Steve Rogers paydo bo'ladi. Xuddi Qasoskorlar cheksizlik jangi filmiga o'xshab. Boshida bu o'sha Thor bilan bitta jamoada jang qilgan va keyin o'tmishga qaytib Peggy bilan hayot kechirgan Stevemi yoki uni variantimi? Buni tushunish qiyin. Lekin keyin Steve o'zini Mjolnirga munosibligini ko'rsatib, o'sha kapitanligini isbotladi. Esingizda bo'lsa, Thor o'zini 4-filmida Mjolnirni qiziga sovg'a qilgan edi. Lekin ushbu sahnada nega Mjolnir Thorni qo'lida turibdi? Yuqorida aytganimdek, bu nazariya katta ehtimol bilan to'g'ri bo'lib chiqadi. Doktor Doom Thorning qizi Love'ni asirga olgan. Sababi uni ichida cheksiz kosmik qudrat mavjud va Victor aynan shu kuchni o'zlashtirmoqchi bo'lishi mumkin. Umuman olganda treyler menga yoqdi. Videoni boshida aytganimda Marvel o'zini o'zi botqonlikdan olib chiqdi deb bemalol ayta olaman. Lekin agar filmda Marvel bitta xatoni qilmasa, bemalol o'sha eski o'rniga qaytib oladi. Bu qanaqa xato desanglar, filmda bosh qahramonlar Steve Rogers yoki Thor bo'lishi kerak emas. Doom haqidagi mavzuni ham aynan shu filmda tugatib yuborish kerak. Chunki aktyorlarning yoshi yildan yilga o'sib boryapti. Va agar Marvel Shang-Chi, Yelena Belova, Kamala Khan, Casey Lang, Sadie Sinkni Jean Grey va shunga o'xshash qahramonlarni asosiy planga olib chiqmasa, yana o'sha eski muammolar paydo bo'ladi. Ular har safar Robert Downey va Chris Evansni qaytarurmidi-yu, to'g'rimi? Menimcha studiyadagilar ham aynan shuni rejalashtirishyapti. Ular bu filmda yangi yosh qahramonlarni asosiy qilib ko'rsatadi va maxfiy urushlarda ham aynan ular asosiy ishni bajaradi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat. Kanalni moddiy tomondan qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, ekrandagi kartaga yoki pastdagi link orqali bemalol donat qilishingiz mumkin. Yana bitta narsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar.